Selam dostlar, sindirim birgeme baka bugün bizler hazır korkunçlu videolar göremiz. Hazır tek şey oha mı 5 minutlik video varken oğan sindirim like bas tekrar katınızlar. Eski nima? Eski monsterlari Robloxda juda ham mashhur va o'zi eski nima? Eski maxluqlarni qayerdan olishgan va haqiqatan ham eski maxluqlar mavjudmi degan savollarga birgalikda javob topamiz. Birinchi bo'lib eski 173 bilan tanishib chiqamiz. Bu monster oddiy ko'rinishi mumkin, lekin siz bir necha soniyaga bu monsterni ko'zdan qochirsangiz, sizni bir necha soniyalarni yo'q qilib tashlaydi. Ya'ni siz ko'zlaringizni uzmasdan bu eskiga qarab turishingiz kerak va men bu o'yinga kirdim va hozir eski 173 ga kirdik va ko'rishingiz mumkin, ko'pgina o'yinchilar bu o'yinga kirgan va eng qizig'i, men o'ynayotgan akkaunt 1 yil oldin ban bo'lgan va men yana qaytib kirdim. Juda ham shubhali holat emasmi? Va xullas mana eski o'yinga kirdik. Hatto sizga bu eski haqida ko'pgina ma'lumotlar berishim mumkin. Hozir bu o'yinchi kartasini qo'yadi va ochganda biz hozir kirib ko'ramiz. Nima? Bu shunchalik tez bo'ldiki, hatto sezmay ham qoldim va endi biz ko'z uzmasligimiz kerak. Bu eskidan va balkim hammamizni yo'q qilishi mumkin. Siz bu eskini o'yindagi tezligini ko'rdingiz. Aslida esa bu juda ham tez monster hisoblanadi va bu eskini xonasini tozalashga kelgan askarlar bir necha soniyaga o'zini yo'qotib qo'yishadi va bir soniya qaramay qo'yganiga, ya'ni ko'z uzishi bilan monster ularni yo'q qilib tashlaydi. Hammasi reja bo'yicha ketayotganda, lekin qo'rqisdan falokat yuz beradi va askarlarning e'tibori boshqa joyga ketib qoladi va eski hammasini birdaniga yo'q qilib tashlaydi. Qiz shunday yomon ahvolga tushadiki, ko'zlari baribir charchoqdan chidolmay ko'zlari yumiladi va bu qiz ham o'ladi. Keyingi tanishadigan eski 096 monster bilan ham tanishib chiqamiz. Albatta bu o'yin kartasiga ham kirib ko'ramiz va qanday maxluqligini bilib olamiz. Xo'p, biz kartadan bu qandaydir juda ham xavfli monsterdek ko'rinyapti hozircha. Menimcha ko'pchilik bu monsterni ham bilsak. Yo moyo dostlar, korkunçtu qo'y, yomon Roblox o'yinchini qo'y dostlar. Kerak hozircha u meni qo'llaydiganga o'xshayapti. Albatta uning hozir qochadigan joyim yo'q, shuning uchun tezroq qochishga harakat qilishim kerak. Nima yo'q? Dostlar, qo'rqib ketdim. Internetda yozilishicha bu eski monster haqiqatda ham mavjud va hatto rasm va videolar ham bor. O'zi bu monster borligiga ishonmay turibman, lekin bu monsterni hatto rasmga ham olishgan, hatto boshqa monsterlarga taqlid ham qilishgan. Bu monsterni qiladigan shay o'tirib oladi va yuz tuzilishini berkitib, o'z qo'rqinchli ovozi bilan qo'rqitadi va yugurishni boshlaydi. Internetda men eskini har xil videolar va u haqidagi ma'lumotlarni ko'rdim. Siz bu videoga bir nazar soling. Bu eskini yanada qobiliyatlaridan biri unga o'q o'tmasligi va xohlagan odamni yo'q qila oladi. Ya'ni ko'pgina askarlar uni oldiga borib yo'q qilishmoqchi bo'ladi va uni orqaga qaramasdan turib o'q uzishadi, lekin befoydaligini tushunadi va eski hammasini yo'q qiladi. Bu eskini juda ham qo'rqinchli rasmlari bor, lekin YouTube bu rasmlarni ko'rsatsam bloklaydi va shuning uchun Telegram kanalimga hozir o'tib obuna bo'lib qo'ying va videomiz yoqayotgan bo'lsa like bosishni ham unutmang. Keyingi 049 eski monster bilan ham tanishib chiqamiz. Albatta buning ham o'yini bor, kirib ko'rsatib beraman. Bu eski haqida qiziqarli fakt, bu eski xohlagan odamning ovozida gapira oladi va menga shunday so'zlarni aytdi. U nimaga g'alati so'zlarni aytdi? U tushuntirish bo'yicha men perevod qildim va u faqat shunday so'zlarni aytardi. Epidemiya, chuma, ya'ni bu narsalarni men o'rganib chiqqanimda oldingi zamondagi bir virus bo'lgan, ya'ni epidemiya boshlanganda bu o'sha zamondan beri yaralib kelgan monster, ya'ni shu paytgacha tirik qolgan eski hisoblanadi. Ikkinchi monsterda buning ham bir qobiliyati, ya'ni unga o'q o'tmaydi yoki qandaydir virus yuqtirish kerak yoki qandaydir vaksina o'ylab topish kerakmi bilmadim, lekin unga qancha o'q otdim o'lmadi, balkim haqiqiy hayotda ham shundaydir, lekin uni qafasda saqlashgan, shuning uchun shunday va baribir meni o'ldirdi.
U nimaga shunday libos kiyishini bilasizmi? U qarg'aga ham o'xshaydi. O'sha davrda qarg'a ramziy ma'noda doktorni anglatgan. Xo'p, u faqat shunday libosda yuraveradi deysizmi? Uni niqobini yechganingizda uni qarg'aligini ko'rasiz va SPD ma'lumotlarida yozishicha u doktor faqat shunday yurish kerak va u kiyimini hech qachon yechmaydi. U qarg'a odam desak hamma bolalar bo'lmaydi. Eski pomoslar haqida ko'p gapirib berishim mumkin, lekin videoni shu joyda tugatishga qaror qildim. Agar videongiz yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang va keyingi qismini chiqishni xohlasangiz kommentariyaga SP so'zini yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Do'stlar, давайте men ham o'slarga o'xshab qo'shilib olayın. Do'stlar, sizlar bilan birga bo'lganmen baxa. Давайте. O'snday video bo'ldi. Like bostirib ketdingizlar. Ikkinchi bo'limni ham ko'rsangizlar bo'ladi. Давай.